Agar siz ma'lumotlar tahlilchisi bo'lishni istasangiz, o'zlashtirishingiz kerak bo'lgan bir nechta muhim ko'nikmalar mavjud. Keling, ularni birma-bir tekshirib ko'ramiz. Ma'lumotlar tahlilchisi bo'lish biznesni yaxshiroq boshqarish uchun ma'lumotlarni tahlil qilish kerak bo'ladi. Unda siz matematika va dasturlashdan tortib, ma'lumotlarni qayta ishlash va vizualizatsiya qilishgacha bo'lgan turli ko'nikmalarni yaxshi egallashingiz kerak. Avvalo sizga matematika va statistikadan asosiy bilimlar kerak. Bu juda muhim, chunki ma'lumotlar tahlili ushbu tamoyillarga asoslanadi. O'rtacha, median, standart og'ish ehtimoli va gipoteza tekshiruvlari kabi asosiy tushunchalarni o'rganishga e'tibor qarating. Ushbu mavzularni o'rganish uchun taxminan 1 yoki 2 oy vaqt sarflang. Keyin Excel'ni juda yaxshi o'rganishingiz kerak. Excel ma'lumotlarni tahlil qilish uchun kuchli vositadir va ko'plab kompaniyalar hali ham undan foydalanadi. Funksiyalardan qanday foydalanishni o'rganing. Buning uchun taxminan 3 hafta vaqt sarflang. Excel'dan keyin SQL bilan ishlashni o'rganishingiz kerak. SQL bu tuzilgan tartibli so'rovlar tili. Bu biz ma'lumotlar bazasini boshqarish va so'rov qilish uchun foydalanadigan til hisoblanadi. Ma'lumotlarni tartibga solish va tahlil qilish uchun so'rovlar yozishni o'rganing. SQL juda oddiy va siz uni taxminan 1 yoki 2 oy ichida yaxshilab tushunib olishingiz mumkin. Keyin Python'ni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Python ko'p funksiyali til. Bu ma'lumotlarni tahlil qilishda keng qo'llaniladi. Jumladan, Pandas va NumPy kabi kutubxonalarni o'z ichiga olgan Python asoslarini o'rganishga qaratilgan. Shuningdek, siz R'ni ham eshitgandirsiz. Bu ma'lumotlar tahlil qilishda ishlatiladigan yana bir til hisoblanadi. Biroq, agar siz yangi boshlayotgan bo'lsangiz, avval Python bilan ishlab, keyin R'ni o'rganish haqida o'ylashingiz yaxshiroq. Python o'rganish uchun taxminan 2 oy vaqt sarflang. Qo'shimchasiga Gitni ham o'rganishingiz kerak. Bu biz kodimizdagi o'zgarishlarni kuzatib borish va boshqalar bilan hamkorlik qilish uchun foydalanadigan versiyalarni boshqarish tizimi hisoblanadi. Git juda ko'p funksiyalarga ega, lekin siz ularning barchasini o'rganishingiz shart emas, faqatgina kerakli joylarini o'rgansangiz yetarli. Buning uchun 2 hafta vaqt sarflang. Keyingi bosqichda ma'lumotlarni to'plash va tayyorlashga qaratilgan, ya'ni turli manbalardan ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishga tayyor bo'lish uchun ularni tozalash kerak bo'ladi. Pandas kabi Python kutubxonalaridan ma'lumotlarni boshqarish va tozalash uchun qanday foydalanishni kerakligini o'rganing. Buning uchun taxminan 1 yoki 2 oy vaqt sarflashingiz kerak. Ma'lumotlaringiz toza bo'lgandan so'ng patternlarni aniqlash va natijalarni ko'rish uchun uni vizualizatsiya qilishingiz kerak. Matplotlib va Seaborn kabi Python kutubxonalaridan qanday foydalanishni o'rganing. Shuningdek, Tableau yoki Power BI kabi biznes texnologiyalari vositalarini o'rganing. Ular interaktiv va masofadan turib ishlatiladigan boshqaruv panellarini yaratish uchun keng qo'llaniladi. Ayniqsa Power BI ajoyib, chunki u hozirgi kunda tobora ommalashib bormoqda. Power BI'ni o'rganishga taxminan 1 yoki 2 oy vaqt sarflang. Qo'shimcha ravishda machine learning texnologiyalari haqida asosiy tushunchaga ega bo'ling. Machine learning kompyuterlarga ma'lumotlarni bashorat qilishni o'rganishni o'z ichiga oladi. Agar siz qiziqsangiz 1 yoki 2 oy vaqt ichida TensorFlow va Scikit-learn fanlarini o'rganib olishingiz mumkin. Bu ko'nikmalarni o'rganganingiz sayin sizda o'zgarish seziladi va ba'zida juda ko'p ma'lumotlar to'plamlari bilan ishlashingizga to'g'ri keladi. Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash va ma'lumotlarni tezda qayta ishlash uchun Hadoop va Spark texnologiyalari juda qulay. Ushbu vositalarni istasangiz 1 yoki 2 oy davomida tanishib chiqishingiz mumkin. Agar siz har kuni 3-5 soat vaqt oralig'ida ishlasangiz, ushbu roadmapga amal qilsangiz, taxminan 8 oy ichida boshlang'ich darajadagi ma'lumotlar tahlilchisi barcha ko'nikmalarni egallashingiz mumkin bo'ladi. Agar soha bo'yicha biror bir savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Men albatta savolingizga shu yerning o'zida yoki kelgusi videolarimda javob berishga harakat qilaman. Agar sizga ushbu video yoqqan bo'lsa, like bosing va ko'proq foydali kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying.